Navbatdagi savol. Men o'zim rabboniy deb biladigan ustozlarning ma'ruzalarini eshitsam, bir dugonam ularning irjosi bor deydi. Ustoz hali arab tilini bilmasdan 3-4 kitob o'qib, ozgina ma'ruzalar eshitib, olimlarni bid'atchi, irjosi bor, adashgan, kofir deydigan yoshlarga nasihat qilsangiz. Ustoz, inson olimlarning xatolari bilan mashg'ul bo'lgandan ko'ra o'zini isloh qilishi afzal emasmi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Haqiqatda shu yana hozirgi kunda shunaqangi nimalar oldindan ham bo'lib kelgan bu. Bular o'sha o'zini aqlli deydigan odamlar toifasi Rasulullohning oldiga kelib, "Ey Muhammad, adolat qilgin" degan bittasi kelib. Ya'ni tasavvur qilib ko'ring-da, Rasulullohning oldiga kelib turib, Rasulullohga aql o'rgatyapti. "Ey Muhammad, adolat qil, taqvo qil, adolat qil" deb. Rasulullohga aytyapti bu gapini. Go'yoki men Rasulullohga o'rgatyapman adolat, taqvoni men o'rgatyapman degani. Rasululloh keyin aytdilarki, bu odamni sahobalar o'ldirmoqchi bo'ldi o'sha yerda. Qo'yinglar deganlar, ketsin deganlar. Ketgandan keyin aytdilarki, buni hali urug'idan shunaqa odamlar chiqadi deb, xuddi xavorijlarning sifatlarini aynan o'zini aytib berganlar Rasululloh. Ana shu odamlar chiqdi, haqiqatdan ham qiyomat kunigacha to bular dajjol chiqqancha bo'ladi. Keyin oxiri dajjolga ergashib ketadi deyilgan hadislarda. Bular Rasulullohga Muhammad adolat qil deb aql o'rgatgan toifa, ularda urug'idan chiqqanlar kelib turib rabboniy olimlarga mana shu tashab ularga ularning xatolarini, kamchiliklarini ko'rib qolib turib, o'sha bilan ularning ustiga mag'zava og'darib, manada bir umr qilgan yaxshiligini umuman e'tiborga olmay, bitta narsasini ko'rib o'shaning ustiga mag'zava og'daradigan toifa bular. Bular bitta gap bilan aytganda mahrum odamlar. Bularda ustozi ham yo'q, ularni hamma tomondan mahrum. Bular ustoz deb yurgan odamlarning o'zi kuni kelganda ularni o'sha qo'ygan qoidalariga ustozi ham tushmayapti. Masalan, Muhammad ibn Abduvahhab. Muhammad ibn Abduvahhabda ular o'sha takfiriy zihniyatidagi odamlar ustoz deb bilardi o'ziga. Muhammad ibn Abduvahhab shuning uchun ham vahobiy deb o'sha kishiga nisbat berib aytilyapti-da. Muhammad ibn Abduvahhab aytganki, odamlar bizni takfirchi deydi. Holbuki biz Said Badaviyning qabriga sajda qilib turgan odamni iqomatul hujja qilib bo'yniga qo'ymaguncha biz uni kofir demaymiz deganlarida bular nima dedi? Yo'q, bu noto'g'ri gap. Buni shayx aytmaydi dedi. Keyin uni Oli shayxning kitoblarida, boshqa nimalarda, manbalarda ko'rib, haqiqatdan aytganligini ko'rgandan keyin bo'lmasa u ham kofir dedi. Bu eng ustozi deb yurgan odamlarni kofirga chiqardi. Shuning uchun bular bitta gapini aytganda mahrum, ustozi yo'q odamlar bular. Chunki ular qo'ygan qoidalarga hech qaysi ustoz tushmayapti. Qaysiga qarasa bir joyda xato qilgan, bir joyda nima qilgan? Demokratiyaga bosh urgan, demokratiyaga sig'ingan, o'zi ham keyin bir qamalgan holatda bo'lsa, advokat olib chiqib ketyapti qamoqdan. Keyin yonidagilar uni kofir deyapti. Kim qamalib chiqsa bo'ldi, u kofir bo'ladi. Chunki advokat bilan chiqmasa chiqmaydi. Qo'l qo'ymasa advokat unga harakat qilmaydi. Hokazo, ya'ni bu narsa juda chuqur masala. Takfir masalasi, mana shunaqangi bir narsaga mubtalo bo'lib qolgan odam bitta gap bilan aytganda mahrum odam o'zini o'zi yaxshilikdan mahrum qilgan odam bo'ladi. Shuning uchun biz tavhid aqida masalasini Qur'on yo'lidan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam manhajlaridan o'rganishimiz kerak. Bu narsa bunda hech qanaqangi ortga chekinadigan tomonimiz yo'q bu yerda. Hech qanaqangi. Faqatgina iymon masalasini, buni juda keng masala bu. O'sha mu'minlarni kofirga chiqarish masalasi juda og'ir masala bu. Ulamolar, rabboniy olimlarning gapiga quloq solish kerak bu narsada. Rabboniy olimlar, odamlar ichida taqvo bilan, salohiyat bilan tanilgan rabboniy olimlar, mana shu olimlarni agar shunchasidan olinsa, bu xatolar bo'lmasdi. Lekin afsuski, bu nimadagi zihniyatdagi odamlar eng katta xatosi o'zini aqlli deb biladi. Shuning uchun Rasulullohga kelib turib adolat qilgin degan jur'atni qarang, shu darajada o'zicha taqvodorman deganida, bu Rasulullohdan ham taqvodorman degan. Xuddi o'shalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgandek chiqdi va ular sahobalarni takfir qilib chiqdi. Ali roziyallohu anhu va boshqa sahobalarni shundoq takfir qilib chiqqan. Xavorijlar toifasi ularni keyin Ali roziyallohu anhu qatl qildilar. Ularni baribir qoldiqlari qolib ketdi. Hozirgacha yoqdan bu yoqdan chiqib kelyapti. Hozir ham bu narsa chiqadi. Buni chiqish sababi jaholat o'zi. Aslida ular dinini yaxshi bilmaydi. Tavhid aqida degan narsani o'zi asli tub mohiyatini yaxshi bilmaydi. Chunki ular mahrum bir ustozlarning hammasidan o'sha yoqdan narvonda olib qo'yilgan, ko'priklar buzib yuborilgan.
qaysi bir olimni oldik, bu murji'a, bunisiga qarasa demokrat deydi, bunisiga qarasa bu yoqqa kalla qo'ygan deydi. Bir ularni foydalanayotgan ustozi ham qolmagan va ozroq bitta ustozdan foydalansa, keyin qarasangiz o'sha ustozni ham takfir qilayotganligini ko'rasiz. Bir qanaqadir fikri to'g'ri kelib qolganligi uchun bir joyda uni ustozni yaxshi tanimagani uchun ustoz deb yurgan bo'ladi. Lekin uni tanib olgandan keyin qarasa, u ham kofir bo'lib chiqadi. Oxiri keyin qarasa hech qanaqangi bir najot yo'q bo'lgan, oxiri o'zini o'zi takfir qilishga o'tyapti. Bittasi aytayaptiki, bu shaharda ikkita mo'min bor, men bilan xotinim deyapti. Xotinimga ham hozir ishonchim yo'q deyapti. Kofir bo'lishi mumkin u ham deyapti. Bitta o'zim qoldim deydi. Masalani qarang. Keyin aytadiki, men ham kofir edim, kecha kofir bo'lgandim, bugun mo'min bo'ldim deydi. Chunki o'sha qoidaga qarasa kecha tushgan bo'ladi. Bugun o'shanga tushmaslikka harakat qiladi, ertaga qarasa bugun ham tushgan bo'ladi. Har kuni o'zini o'zi kofir qiladi, har kuni o'zini o'zi tavba qiladi, la ilaha illalloh deydi, kecha kofir ekanman, bugun musulmon bo'ldim deydi, vasvasa bo'ladi bu narsa. Allohul musta'an. Bu narsaga shuning uchun chek qo'yib, hammasini shunday yig'ishtiringda, siz Rabboniy olimlarning gapini qiling, ilm o'rganing, aqida o'rganing, iymon o'rganing, Qur'on o'qing, Qur'onning ma'nolarini o'rganing, tafsirlarni o'qing, Rasulullohning siyratlarini o'rganing, Rasulullohning xulqi bilan xulqlaning. Inshaalloh bu hayotda bir manfaatli narsaga erishasiz. Allohu a'lam.